Assalomu alaykum aziz do'stlar, yaqinlar. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugungi yig'ilishimizni asosiy sababchisi bizni qadrdon Beakamizni tug'ilgan kunlari. Beaka, umringiz uzoq bo'lsin. Beakamni talablariga binoan mana bugun Farruxbek Raimov tashrif buyurganlar va Beakam uchun maxsus taronani Farruxbek Raimov kuylab beradilar. Marhamat. Beaka, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Tuzum yeb tupurganni, pul topib quturganni, ortimdan gapirganni, hammasini taniyman. It xurar o'tar karvon, goh qolar dilda armon. Kim yaxshi-yu kim yomon, hammasini taniyman. Ko'zim yog'in yalagan, bor budimni talagan, g'iybatimga yaragan, hammasini taniyman. Bir do'st biri oshna, bari qonimga tashna, til boshqa dili boshqa, hammasini taniyman. Hammasini taniyman. Chiqib to'rlardan to'rga, aylanib zamon zo'rga, begona bo'lsa ham go'rga, hammasini taniyman. Zahri achchiq chayonlar, bari ko'zdan ayonlar, qo'ynimdagi ilonlar, hammasini taniyman. Aqli dunyo bilan band, har qadamda berar pand. Qo'lda pichoq, tilda qand, hammasini taniyman. O'zingniki o'zingni, o'yib ketar ko'zingni, yegan nonu tuzimni, hammasini taniyman. Dunyo asli omonat, kelgunicha qiyomat, jon bo'lsin salomat, hammasini taniyman. Dunyo asli omonat, kelgunicha qiyomat, jon bo'lsin salomat, hammasini taniyman. Dunyo asli omonat, kelgunicha qiyomat, jon bo'lsin salomat, hammasini taniyman. Aziz do'stlar, bugungi kecha juda ham ajoyib o'tmoqda. Ana endi diqqat qilinglar. So'z navbatini Beakamni o'zlariga beramiz. Marhamat. Qani marhamat Beaka. Sahnamiz sizga muntazir. Kela qoling. Qani marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Kelganinglardan xursandman. Bu darajaga yetishim uchun sizlar sababchisizlar. Hammanglarni yaxshi taniyman.